Hurmatli kuzatuvchilar, bugundan, ya'ni 2026-yilning 11-iyun kunidan matbuotda va rasmiy manbalarda shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonuni e'lon qilindi. Ushbu qonun 6 oydan keyin, ya'ni 2026-yilning 12-dekabr kuni qonuniy kuchga kiradi. Qonunga shaharsozlik renovatsiyasiga tushuncha berib ketilgan. Shaharsozlik renovatsiyasi bu shaharsozlik hujjatlariga ko'ra renovatsiya loyihasiga muvofiq hududni me'moriy, ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik jihatdan yaxshilashga, shuningdek ushbu hududda joylashgan binolarni, inshootlarni yashash va foydalanish uchun yaroqli, qulay va ekologik jihatdan samarador holatga keltirishga, shu jumladan ulardan samarali foydalanishga va yer uchastkalarini qayta rejalashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar rejasi deb belgilab qo'yilgan. Endi qonunga ko'ra shaharsozlik renovatsiyasini amalga oshirish uchun kim tashabbuskor bo'lishi mumkin? Qonunda buning uchun 3 ta subyekt belgilab ketilgan. Birinchisi davlat, ikkinchisi xususiy mulk egalari, ya'ni huquq egalari va uchinchi shaxslar deb belgilab ketilgan. Bu yerdan yana katta ehtimol bilan uchinchi shaxslar toifasiga o'sha jismoniy va yuridik shaxslar, tadbirkorlar va quruvchilar kiradi. Shaharsozlik renovatsiyasini amalga oshirishning majburiy shartlaridan biri huquq egalari bilan amalga oshiriladigan ommaviy muhokamalarda turar va noturar bino inshootlarini renovatsiya loyihasiga kiritish uchun obyekt huquq egalarining kamida 5 dan 4 qismining notarial tasdiqlangan yozma roziligi olinishi talab etiladi. Ya'ni agarda 100 ta huquq egasi bo'ladigan bo'lsa, shundan kamida 80 tasining yozma roziligi, ya'ni bu yozma rozilik notarial tasdiqlangan bo'lishi talab etilishi belgilab qo'yilyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, meni kuzatib boringlar, omuna bo'linglar va salomat bo'linglar.